Ne qani? Oxirgacha qilish kerak edi-da. Shu oxirgacha ishlash kerak. Ajoyib tarzda burilish. Ajoyib tarzda turmani qo'lga kiritmoqda. Aferin. Aferin. Aferin, 6-4 bo'lib ketdi. Davay. Qani, 9, 8, chida. Krasavitsa! Umnitsa! Voy, молодец! Layloxon Sobirova U23 Osiyo chempionatining oltin medal sohibasi, tabriklaymiz. Qoyil, mana sizlarga, hammaga ko'rsatib qo'ydi kimligini. Layloxon Sobirova qaytdi. Qaytganda ham oltin medal olib qaytdi. Endi O'zbekiston bayrog'ini ko'taradi degan umiddamiz. Ma'lumot uchun do'stlar, oxirgi vaqt